Assalomu alaykum. Hop, insonda 4 xil qon guruhlari bor. Bu qon guruhlarni testda tushganda qanday ishlash uchun mana shu qon guruhlarni berishi, olishi jadvallarni bilishimiz kerak. Birinchi qon guruh, birinchi, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi qon guruhlariga qon beradi, faqatgina birdan oladi. Ikkinchi qon guruh ikkinchi va to'rtinchi qon guruhga qon beradi, faqatgina 2 va 1 dan oladi. Uchinchi qon guruh uchinchi va to'rtinchi qon guruhga qon beradi, 3 va 1 dan oladi. To'rtinchi qon guruh to'rtinchi qon guruhga qon bera oladi va barchasidan oladi. Hop, to'rtinchi qon guruh va birinchi qon guruh eng qon guruhlar ichida zo'ri. Hop, birinchi qon guruh qanaqa? Universal donor, chunki u barcha qon guruhlariga qon bera olgani uchun universal donor hisoblanadi. To'rtinchi qon guruh universal resipient. Nima uchun degani? Chunki u barcha qon guruhlariga qon ola oladi. Shuning uchun u universal resipient deyiladi. Bitta narsani aytib o'tish kerak. Qon beruvchilarni donor deyiladi, qon oluvchilarni resipient deyiladi. Hop, bunda endi qaranglar. Testga tushganda qanday qilishimiz kerak? Testga tushganda biz doimo birdan boshlab turgacha raqam yozib olishimiz kerak. Bu qon guruhlari va ularni oddiy. Birinchi qon guruhi universal donor bo'lgancha birinchi qon guruhi oldiga 1 2 3 4, ya'ni barcha qon guruhiga qon beradi. To'rtinchi qon guruhi universal resipient bo'lgani uchun 1 2 3 4 barcha qon guruhdan qon oladi. Nima qilamiz? Hop, bu yog'iga, demak, bir hamma qon guruhiga berib qon bergandan keyin faqatgina 1 dan oladi. 4 hamma qon guruhdan qon olgani uchun faqatgina 4 dan oladi. O'z-o'zidan qolgan qon guruhlar o'z-o'ziga donor hisoblanadi. Ya'ni bu yerga oson, oddiy qilamiz. Ya'ni bu yerda 4 turibdi, bu yerda faqatgina 1 turibdi. Qolgan qon guruhlariga shu raqamlar bilan qo'shib yozib qo'yishimiz kerak. Ya'ni nechi? Ikkinchi qon guruhi kimga qon beradi? 4 turgani uchun 2 va 4 ga. Uchinchi qon guruhi kimga qon beradi? 3 va 4 ga. Yoki ikkinchi qon guruhi kimdan qon oladi? Bu yoqda faqat 1 turgani uchun 2 va 1 dan. Hop, uchinchi qon guruhi kimdan oladi? 3 va 1 dan. Hop. Foydali kontaktlarni olishimiz uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Hop, siz qaysi qon guruhi bo'lsangiz, shu qon guruhini kommentariyada kutamiz.